Jahon bozorida narxlarning keskin o'zgarishi bugun biznes oldidagi asosiy xatarlardan biriga aylangan. Ayniqsa xomashyo ishlab chiqaruvchi va eksport qiluvchi korxonalar uchun narx tavakkalchiligini boshqarish endi qo'shimcha imkoniyat emas, zaruratdir. Shu maqsadda O'zbekiston tovar xomashyo birjasida Amerika Qo'shma Shtatlari ekspertlari ishtirokida brokerlar, treyderlar va tadbirkorlar uchun seminar-trening tashkil etildi. Unda futures savdosi, narx xatarlarini kamaytirish hamda xalqaro birja amaliyotida qo'llanilayotgan zamonaviy mexanizmlar yuzasidan tajriba almashildi. Assisting Uzbekistan. Futures bozori iqtisodiyot uchun juda muhim. U biznesga narx xavflarini boshqarish, kelajakdagi narxlarni oldindan belgilash va bozordagi keskin o'zgarishlar ta'sirini kamaytirish imkonini beradi. Dunyo tajribasi shuni ko'rsatadiki, bunday bozor nafaqat ishlab chiqaruvchilar, balki iste'molchilar uchun ham foydali. O'zbekistonda buning muvaffaqiyati avvalo puxta tartibga solish va bozor ishtirokchilarini o'qitishga bog'liq. Biz esa bu jarayonda xalqaro tajriba bilan o'rtoqlashib, har tomonlama ko'mak berishga tayyormiz. Shuningdek, tadbirda risklarni boshqarish, mijozlar bilan ishlashning xalqaro talablari hamda birja savdolarining shaffofligini ta'minlash masalalariga ham alohida e'tibor qaratildi. We have been working with UZEX and the Anti-Monopoly Committee here in Uzbekistan. Biz bir necha yildan buyon O'zbekiston tovar xomashyo birjasi va raqobat qo'mitasi bilan mamlakatingizda futures bozorini rivojlantirish ustida ishlayapmiz. Bu yangi moliyaviy vosita narx xavflarini boshqarish, bozordagi keskin tebranishlarni kamaytirish va iqtisodiyot barqarorligini mustahkamlashga xizmat qiladi. Albatta, bu yangi tizim bo'lgani uchun uni to'liq yo'lga qo'yish, vaqt va puxta tartibga solishni talab etadi. Kelajakda esa bundan eng avvalo paxta va oltin kabi asosiy tovarlar ishlab chiqaruvchilari katta foyda ko'radi. Mutaxassislar fikricha, zamonaviy birja instrumentlarini joriy etish mahalliy ishlab chiqaruvchi va eksportyorlarga narxlar tebranishi ta'sirini kamaytirish, faoliyatni uzoq muddatli rejalashtirish hamda xalqaro bozorlarda yanada raqobatbardosh bo'lish imkonini beradi. Bu esa mamlakatda derivativlar bozorini rivojlantirish va birja infratuzilmasini xalqaro standartlar asosida takomillashtirish yo'lidagi muhim qadamlardan biri sifatida baholanmoqda.